maxluqni ko'rib, xursandligidan og'zi qulog'iga yetadi. Daraxt tepasida o'tirgan maxluqlardan biri xuddi oddiy maymunga o'xshab bitta olmani uzib olib, mazza qilib yeyishni boshlaydi. Rey o'zining ajdaho ko'zi bilan bu bechora maymunni nishonga oladi va orqadan xuddi ninzadek bildirmay yaqinlashib, qilichi bilan maxluqqa shunday dahshatli zarba beradiki, tamom. Ma'lum bo'lishicha, bizning tinib tinchimas yigitimiz shu tariqa naq 20 ta boshlang'ich darajadagi sehrli maxluqni qirib tashlaydi. Qoyil, bu yaramas maxluqlarni yer tishlatganidan so'ng, uning ko'z oldida yana o'sha sirli ajdaho tizimi paydo bo'ladi va unga maxluq kristallini qo'lga kiritganini ko'rsatadi. Ekrandagi yozuvlarga qarab, Rey hafsalasi pir bo'lgan holda xo'rsinib qo'yadi. Obbo, bu g'irt omadga bog'liq narsa ekan-ku. Naq 20 ta maxluqni o'ldirib, bor yo'g'i 2 ta kristall oldimi? Qanaqa adolatsizlik bu? Va agar bu kristallni o'zimga yutsam, nima bo'larkin-a deb qiziqib turgan bir paytda, to'satdan uning ko'zi o'zining o'lik oilasi atrofida aylanib yurgan mitti jin bo'ri bolachasiga tushib qoladi. Rey bu bechora mitti maxluqning boshini ohista silab, "Endi sen ham men tomonda turib jang qilishing kerak, tushundingmi?" deb aytganida, to'satdan uning ko'z oldida yana o'sha g'alati ekran paydo bo'ladi. Ekran unga qora jin bo'ri bolasini o'ziga bo'ysuntirish, ya'ni xonakelashtirish imkoniyati borligini xabar qiladi. Buni nima ekanligini umuman tushunmagan qahramonimiz tavakkal qilib darhol o'sha tugmani bosadi va qarangki, borosdan ham ish berdi. Qora bo'ri bolasi muvaffaqiyatli bo'ysuntirilganini ko'rib, u xursandlikdan sakrab yuboradi. Biroq bo'ysuntirilgan bu sehrli maxluq to'g'ridan-to'g'ri uning tanasi ichiga kirib ketganini ko'rganida, bizning yigitimiz shokdan aqldan ozay deydi. "Iye, nimalar bo'lyapti o'zi?" Vahimaga tushgan Rey darhol ajdaho tizimidan buning qandaydir yomon nojo'ya ta'siri yo'qligini va uni xohlagan paytda chiqarib ola bilish, bilmasligini so'rab tergov qila boshlaydi. Rey mitti ajdahoga asabiylashib qarab, "Agar bu ishlamasa, seni o'zim yo'q qilaman" deb po'pisa qilganida, o'sha dahshatli ajdaho tizimi xuddi tushungandek bosh irg'ab qo'yadi. Ayni shu paytda u yana bir yangi qobiliyatni ochadi, lekin hozircha muhimroq ishi borligi uchun buni keyinga qoldirishga qaror qiladi. O'zining ajdaho ko'zi qobiliyati bilan anavi ikkita yo'qolgan bolani qidira boshlaydi va ularni qandaydir tepalik ustida topadi. U g'orga o'xshash o'sha sovuq va qorong'u joyga yetib borganda, voy bo, atrofda sochilib yotgan o'nlab jasadlar va bosh bo'laklarini ko'rib shok holatiga tushadi. Dahshatku. Keyin Rey, Bob va Kaliga o'xshash ikkita jasadni payqab qoladi. Afsuski, yovvoyi maxluqlar ularning ichki a'zolarini sug'urib olib, butunlay paqqos tushirayotgan ekan. Bechora bolalardan faqatgina yirtilgan kiyimlari va quruq suyaklarigina qolgandi xolos. Ana xolos, o'rmon hazillashmaydi. Bizning yigitimiz ularning shaxsini tasdiqlash uchun kiyimlarini yechib olib, savatga solib qo'yadi. Tunda esa Scarlet Reyning jarohatlarini bitmasdan turib yana mashq qilgani uchun uni tinmay tergashni boshlaydi. "Bo'ldi, qiling endi, ko'p vaysayvermang" deb onasiga gap qaytarayotgan qahramonimiz onasining haqiqiy g'azabiga uchraydi. Onasi uni qaysarlikda ayblab, kiyimlarini yana loy qilib kelgani uchun boplab urishib beradi. Rey ertaga ham mashq qilishini aytib maqtanayotganda, Scarletning sabr kosasi to'ladi va otasi 1-2 kundan keyin uyga qaytishini, o'shanda otasi bilan mazza qilib mashq qilishini aytadi. Buni eshitgan yigitimiz xursandligidan osmonga sakrab, otasiga o'zining dahshatli natijalarini ko'rsatishga sabrsizlanib turgan bir paytda, onasi xuddi ajdahodek o'kirib, "Ko'rpangni yopib yur, tezroq uxla dedim senga" deb baqiradi. Onalarning jahli yomon do'stlar. Onasining bu dahshatli baqirig'idan yuragi yorilayozgan Rey, inson qonidagi onalardan qo'rqish instinkti rostdan ham mavjud ekanligini o'z terisida his qiladi. Shundan so'ng yarim tunda Rey ko'zlarini ochadi va umuman uxlamaganini ko'ramiz. U sekin omborxonaga kirib, o'rmondan olib kelingan o'sha qonli kiyimlar solingan chelakni va yana bir to'la qonli chelakni ko'tarib oladi. Boshqa tomonda esa Bob va Kalining uyida kutilmaganda kimdir eshikni taqallatadi. Ularning onasi, "Yarim tunda kim bo'lish mumkin ekan-a?" deb hayron bo'lib, zinadan pastga tushadi. O'zining yo'qolgan bolalari qaytib kelgandir degan katta umid bilan eshikni ochadi va ularning ismlarini aytib chaqiradi. Biroq uning ko'zlari uy ostonasida yotgan g'alati bir narsaga tushadi va u bir qarashdayoq bu o'zining o'g'li Kalining qonga belangan kiyimlar ekanligini tanib qoladi. Dahshat. Vahimaga tushgan ayol qonga belangan kiyimlarni yerdan oladi va uni qorong'ulik sari yetaklayotgan sirli oyoq izlarini payqab qoladi. O'zining farishta bolalarini topish ilinjida u izlar bo'ylab yuradi va "Hozir boraman, bolajonlarim" deb baqira boshlaydi. Biroq bu izlar uni to'g'ridan-to'g'ri dahshatli o'rmonning eng ichkarisiga olib kirib ketadi. Atrof shunchalik qorong'u va qo'rqinchli ediki, u fonarni qaltirab ushlagancha o'rmonga boshqa bir qadam ham kirmaslikka qaror qiladi. Aynan shu payt uning ko'zi daraxtda osilib turgan o'g'li Bobning kiyimlariga tushadi va u dod solib, bolalarni qidirishga yuguradi. Ayol vahima ichida Rey yashirinib o'tirgan daraxt tagiga kelganda, bizning yigitimiz xuddi uyda yolg'iz kinosidagi Kevindek arqonni shart
albatta qo'yib yuboradi va qon bilan to'la ulkan chelak to'g'ri ayolning ustiga to'kiladi. Boshdan oyoq qonga belangan ayol jinnilarcha chinqirib, "Buni qaysi yaramas qildi?" deb baqira ketadi. Ana xolos aynan shu payt bizning qahramonimiz daraxtdan xuddi Batmandek sakrab tushib, o'zini ko'rsatadi. Buni ko'rgan ona g'azabdan portlab, "Men bilardim, bu sening ishing, la'natlangan qizil sochli maxluq", deb baqiradi va uni barcha baxtsizliklar sababchisi deb atab, bolalarni qaytarishni talab qiladi. Lekin u bir narsani unutgandi. Ular hozir xavfli, sehrli maxluqlar bilan to'la o'rmonning qoq markazida edilar. Rey qorong'uda xotirjam maxluqlardan umuman qo'rqmay turganda, u sekin orqaga bir qadam tashlaydi va ayol o'rmon yirtqichilarining dahshatli tuzog'ida yolg'iz qoladi. Yigitimiz yuzda o'ta jiddiy, sovuqqon ifoda bilan orqaga chekinishda davom etarkan, yirtqichlar ayolga tashlanadi va qon hamma joyga sachraydi. Xullas, bu yog'i dahshatli manzara. Keyingi kuni ertalab qishloq odamlari la'nat rostdan ham mavjudligini vahima bilan g'iybat qilishadi va endi Talonlar oilasi bilan umuman o'ynashmaslikka, ulardan uzoq yurishga qat'iy qaror qilishadi. Rey o'zining mashq qilichini yelkasiga tashlab, to'satdan ularning orqasidan paydo bo'ladi va g'iybat qilayotgan qishloqdagilarga shunday qotillarcha tikiladiki, ularning yuragi tovoniga tushib ketadi. Jonlardan qo'rqib ketgan qishloqdagilar darhol o'zlarini xuddi farishtadek tutishga harakat qilib, unga "Xayrli tong polvon, mashg'ulotlarda charchamayapsanmi?" deb tilyog'lamalik qilishadi. U ketgach qishloqdagilar yengil tortib qolishadi. Bizning yigitimiz esa o'zi haqida tarqalgan bu yangi dahshatli mishmishlar unga juda yoqib tushayotganini o'ylab, ayyarona jilmayadi. Uyga yetib kelgach, Rey hovlida ko'plab otlarni ko'rib qoladi va "Ura, otam qaytibdi!" deb xursandlikdan ichiga sig'may ketadi. Biroq uyga yugurib kirgach, u onasining ho'ngrab yig'lab o'tirganini ko'rib, shok holatiga tushadi. "Nahotki otamga qandaydir yomonlik bo'lgan bo'lsa?" degan dahshatli o'y bilan u darhol onasining oldiga yugurib boradi va nima bo'lganini so'raydi. Skarlet ko'z yoshlarini to'xtata olmay, Reyga otasi qattiq kasal bo'lib qolganini, lekin tez orada albatta oyoqqa turishini aytadi. Otasining shunday og'ir va abgor ahvolda yotganini ko'rgan qahramonimiz darhol o'zining dahshatli ajdaho ko'zini ishga soladi va nima ko'rsa yaxshi, u hatto o'zining qudratli ajdaho bo'lgan davrida ham hech qachon bunday yuqori va g'alati energiya statusiga ega bo'lgan tirik mavjudotni ko'rmagan edi. To'satdan Jek alahsirab, qaltiragan ovozda "Soyalar hammamizni o'ldiradi" deb g'o'ldiray boshlaydi. Shunda u bilan birga kelgan sehrgarlar mudhish haqiqatni ochishadi. Jek xavfli bir topshiriq paytida oddiy bir qishloqchini himoya qilaman deb qandaydir noma'lum soya maxluqining dahshatli hujumiga uchragan va soyalar vabosi degan baloga chalingan ekan. Buni eshitgan bizning yigitimiz butunlay shok holatga tushadi, chunki o'zining 1000 yillik hayotida bunaqa maxluqni umuman ko'rmagan edi. "Men qizil ajdaho bo'lib o'lganimdan keyin bu dunyoda nima balo bo'lyapti o'zi? Bu qanaqa yangi yirtqichlar?" deb bosh qotadi. Onasi Jekni uyga tiriklayin olib kelishgani uchun sehrgarlarga yig'lab rahmat aytayotgan bir paytda, sehrgarlar sardori uni munosib himoya qila olishmagani uchun bosh egib uzr so'raydi. Rey esa yashirincha o'zining sirli ajdaho tizimiga qarab, "Balki otamni qandaydir dahshatli sehr bilan qutqarib qolarman" deb umid qiladi. Shundan so'ng o'zining o'tmishda ishlatgan har qanday qora sehr va la'natlarni bir soniyada yo'q qilib yuboradigan eng yuqori darajadagi afsonaviy sehrlardan birini eslaydi. Lekin muammo shundaki, u bu qulflangan sehrni qanday qilib qayta ochishni umuman bilmasdi. Agar bu sehrni ochish uchun qandaydir maxluqni o'ldirishim kerak bo'lsa, bu aniq eng yuqori darajadagi dahshatli yirtqich bo'lishi aniq-ku, deb o'ylaydi u va achchiq haqiqat uning yuziga tarsaki tortadi. U hozir shunchalik zaifki, bunday kuchli maxluqqa qarshi jang qilish u yoqda tursin, hatto uning oldiga yaqinlasha olmaydi ham. Ana xolos, endi nima qiladi? Shunda qizil sochli qahramonimiz jiddiy qiyofada onasiga o'girilib, "Ona, agar men o'sha mashhur Avrian Ritsarlar akademiyasiga kirsam, haqiqatdan ham dahshatli darajada kuchli bo'la olamanmi?" deb so'raydi. Ko'z yoshlarini artayotgan Skarlet, bu akademiya aynan uning otasi o'qib, buyuk jangchi bo'lib yetishgan muqaddas dargoh ekanligini aytib, unga katta umid beradi. Buni eshitgan bizning yigitimizning ko'zlarida olov chaqnab ketadi. U nima qilib bo'lsa ham kirish imtihonlarini yanchib tashlashga va Avrian akademiyasining eng zo'r talabasi bo'lib, otasi Jekni qutqarish yo'lini topishga qat'iy qasamyod qiladi. O'g'lining bu mardona gaplardan to'lqinlanib ketgan onasi uni qattiq bag'riga bosib, "Men senga ishonaman o'g'lim, sen buni albatta uddalaysan" deb pichirlaydi. Keyingi sahnada esa biz qandaydir sirli ibodatxonaga o'xshash joyga tushib qolamiz. U yerda yuzlarini yashirib olgan qop-qora kiyimdagi g'alati rohiblarni ko'ramiz. Bular kim bo'ldi yana? Sirli rohiblar orasida bosh oqsoqol
qadimiy bashorat amalga oshishini va bu dunyoga dahshatli o'zgarish bostirib kelayotganini e'lon qiladi. Boshqalar nima balo bo'lyapti o'zi deb hayron bo'lib turgan bir paytda bu dahshatli bashorat aynan bizning qizil sochli Rey haqida ekanligi ma'lum bo'ladi. Bosh oqsoqol bu sirli bola bu dunyoga najot olib keladimi yoki qiyomatdek ofatmi deb chuqur o'yga toladi. Kelajak hali qorong'u. Shundan so'ng oqsoqol darhol ritsarlarga bolani yerning tagidan bo'lsa ham topishni qat'iy buyuradi. Agar u najot keltirsa, unga to'g'ri yo'l ko'rsatishadi. Ammo agar u ofat keltiradigan bo'lsa, uni shafqatsizlarcha yo'q qilishlari shart. Qanaqa dahshat-a? Keyingi sahnada esa bizni to'g'ridan-to'g'ri nufuzli Avrian Ritsarlar akademiyasining uzoq kutilgan imtihon kuniga olib boradi. U yerda hamma haqiqiy ritsarlarni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun hayajon bilan uzun navbatga tizilib turishardi. Haqiqiy ritsarlar otda kirib kelganda, butun xalq ularni xuddi Gollivud yulduzlaridek qichqirib olqishlaydi. Ayniqsa, o'ta kelishgan va xarizmatik ritsar Delbertni ko'rgan odamlar, "Voy bu, u rostdan ham mishmishlarda aytilgandek dahshatli darajada zo'r ekan-ku" deb pichirlashni boshlashadi. Qizlar esa uni ko'rib tom ma'noda aqldan o'zay deyishadi. Axir bunday kelishgan ritsarlarni yilda faqat bir marta, aynan shu imtihon kunidagina ko'rish mumkin edi-da. Tinimsiz qarsaklar va olqishlar ostida ritsarlar musobaqa maydoniga yetib kelishadi. Winford ismli viqorli ritsar o'zini Avrian akademiyasining vakili deb tanishtirib, hayajondan qaltirab turgan bolalarni xush kelibsiz deb qutlaydi. U hammaga mashhur bo'lgan Sir Delbert va Sir Bernardoni tanishtirgach, ular bu yilgi qattiq imtihonda bosh nazoratchi bo'lishlarini e'lon qiladi. Winford bolalarga qarab, "Agar rostdan ham shu nufuzli akademiyaga kirishni xohlasangiz, bor kuchingizni va eng zo'r mahoratingizni ko'rsatishingiz shart. Bu yerda zaiflarga o'rin yo'q" deb qat'iy ogohlantiradi. O'sha bizga tanish bo'lgan dahshatli yog'och qo'g'irchoq maydon markaziga o'rnatilgach, Winford nomzodlarga birma-bir maydonga chiqishni buyuradi. Qani, tomosha boshlanadi. Birinchi bo'lib o'ziga o'ta bino qo'ygan bir maqtanchoq bola maydonga chiqadi. U bu oddiy yog'och qo'g'irchoqni umuman mensimay, ota-onasi chekkada "Olg'a o'g'lim" deb baqirib turganda, uni shunchaki bitta urib, yanchib tashlashga ishonch bilan qadam tashlaydi. Lekin u qo'g'irchoqqa hujum qilishi bilanoq, temir tersak unga shunday dahshatli qarshi zarba beradiki, bola xuddi koptokdek osmonga uchib ketadi. Bir soniyaga ham bormay sharmandalarcha mag'lubiyat. Boyagina o'g'lini osmonlarga ko'tarib maqtagan ota-onaning jag' yerga tushib, shokdan tillari aylanmay qoladi. Ana xolos. Ikkinchi nomzod maydonga chiqayotgan bir paytda bizning Rey butunlay o'z xayollariga g'arq bo'lgandi. Otasi Jack bu qo'g'irchoqning qanday ishlashini ipdan ignasigacha tushuntirganini eslab, bu birinchi darajali yog'och maxluqni qanday qilib bo'lmasin yanchib tashlashga o'zini ruhan tayyorlaydi. Qizil sochli qahramonimiz anavi dahshatli yog'och qo'g'irchoqlarga diqqat bilan qarab, bir narsani payqab qoladi. U o'zidan o'zi qimirlamaydi, lekin uning himoyalanish va qarshi hujum tezligi xuddi yengilmas kattalarniki bilan bir xil darajada edi. Ammo bizning yigitimizning bu chuqur tahlilini Delbert va Winford ismli ritsarlarning pichirlashgan ovozlari buzib yuboradi. Qarangki, Rey ularning suhbatini shuncha uzoq masofadan ham xuddi qulog'ining tagida gapirayotgandek eshita olardi. Bu ehtimol u ko'proq maxluq kristallarni yutib yuborgani va uning ajdaho sezgilari dahshatli darajada o'tkirlashib ketgani tufaylidir. Anavi osmondagi ritsarlar esa bu qishloqqa kelish shunchaki vaqtni bekorga sarflash ekanligini, lekin nima ham qilishardi? Bosh oqsoqolning buyrug'iga bo'ysunishga majbur ekanliklarini aytib nolib o'tirishardi. O'zidan ketgan ritsar Delbert esa o'zining dono fikrini bildirib, haqiqiy ritsar faqat toza va aslzoda qondan chiqish kerakligini, nega endi bu iflos va oddiy xalqqa shuncha oltindan qimmat vaqtlarni sarflayotganini umuman tushunmayotganini aytib nolirdi. Qanaqa kibr-a, to'g'rimi do'stlar?